لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله El-İmran suresi 118. ayetten başlap okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-İmran suresi 118. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Özəngladım bolmağanlarını, yani münafıqlarını sırdaş qılıb almаңlar. Ula siləgi buzğunçılıq qilishda boşanlıq qılıb qalmaydı. Ula silənin müşəqqət qilishinglarını arzu qılıdı. Ulanın düşmənliki eğizlərdən məlum bolub durdu. Ulanın dillərində yuşurunğan düşmənliki teximi çoğdur. Şübhisiz ki, əgər düşünüdüğən bolsanlar, sizlərə nurgun ayetlərini bayan qıldıq. Ey müminlər cəmiyyəsi! Sizlər ulanı dost tutsizlər. Ula sizlərni dost tutmaydı. Sizlərə bolğan düşmənlikini yoşurun tutudu. Sizlər həmmə samavi kitabqa işinsizlər. Şundaq turuqluq ula sizlərni öçkürdü. Ula sizlər bilən uçraşqanda iman etdik deydi. Özləri yalğız qalğan çağlarda, özləri yalğız qalğanda sizlərə bolğan açığıdan barmaqlarını işləydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Eytqin ki, açığınla bilən ölünla. Yani Allah ölgünün lağı kadar açığınlarını davamlaştırsın. Allah hakikaten dillardikini bilgiçidir. Eğer sizlərə kengçilik, sizlərə eğirçilik, eğer sizlərə kengçilik, molçilik, nusret, ganimet qatarlıq birer yaxşılıq yetse, ula bunundan qayg'urdi. Eğer sizlərə eğirçilik, qəhətçilik ve məğlubiyet qatarlıq birer yamanlıq yetse, ula bunundan xoşal buludu. Eğer sizlər ulanın əziyyətini səvr qılsanlar ve sözünlarda, hərəkətinlarda Allah'tan qorxsanlar, ulanın helisi sizlərə qılçı ziyan yetkizəlməydi. Allah ulanın qılmışlarını həqiqətən toluq bilgicidir. Müminlərdən başqını sırdaş tutmaslık doğrusuda. Allah Teala bu ayette mümin bendillerini münafıqlarını sırdaş tutuşdan tostu. Münafıqlar müminlərə buzğunçılıq qilishdan boşanlıq qılmaydı. Yani ula özlərinin bütün küçü ve bütün ilim ekillerini işq silib, sizlərə qarşılıq qilish ve zarar yetkizishga tirishdi. Müminlərin qiyinchilikda ve jafo mushaqqat qilishini arzu qiladi. Özəngladım bolmağanlarını, yani münafıqlarını sırdaş qılıb almаңlar. Yani başqa dindikilərini sırdaş qılıb almаңlar. İmam Buxari, Nəsai ve başqalar Ebu Said radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah əvətken her bir peygamber ve koyup koygan her bir orun basar üçün iki sırdaş boludu. Bir sırdaş onu yaxşılıqqa buyuruydu ve onunla rağbetlendirdi. Yeni bir sırdaş onu yamanlıqqa buyuruydu ve onunla kızıqtırdı. Yamanlıqqa buyuruyduğun sırdaşның yamanlıqdan saqlanıp qalğan kişi hakikatte onu Allah saqlab qalğan kişidir. İbn Ebu Hatim, İbn Ebu Dehqanənin mundaq deganligini rivayet qiladi. Ömer İbn Hattab radiyallahu anhuga biri Hira degan yerlik bir katib bola bar ekan,
sen onu o'zingga katib qilib olsang bo'lmamdi deganda, u unda qilsam mu'minlardan bo'lmagan birini sirdosh qilib olgan bo'laman dedi. Oyat bilan bu asarda musulmonlarning düşmanlarga yetib kelishidan qo'rqadigan, ularning ichki ishlarini va sirlarini bilib qoladigan yerda katiblik va uningdan boshqa ishlar uchun zimmalarni ishlatishning durust emasligi pakit bordir. Durust emasligiga pakit bordir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni orzu qiladi. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: ularning dushmanligi eg'izlaridan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yoshirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Ya'ni islom va musulmonlarga dillarida yoshirgan dushmanlik va adovat ular so'zlayotganda diqqatsizlikdan ularning tillarida va yuzlarida oshkor bo'lib qoladi. Bu aqlli kishi uchun maxfiy emas. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamiyasi, sizlar ularni do'st tutsizlar, ular sizlarni do'st tutmaydi. Ya'ni ey mu'minlar, munofiqlarning sizlarga oshkor qilgan iymoni uchun ularni do'st tutsizlar. Halbuki ular ichidimi va tishidimi sizlarni do'st tutmaydi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinsizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'chkirdi. Ya'ni sizlar Alloh taolo tushirgan kitobga shak qilmaysizlar. Ular shak qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlar o'zinglarning kitobiga, ularning kitobiga va uningdan ilgari tushgan kitoblarga iymon etisizlar. Ular sizlarning kitobinglarga iymon etmaydi. Aslida sizlarning ularni yomon ko'rishinglar haqliqdir. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolgan chaqda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Bu munofiqlarning holidir. Ular Alloh taolo o'zlarini yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi degan oyatda bayon qilgandek, sirtqi ko'rinishda mu'minlarga iymon etgan kishilardek ko'rinishga tirishadi. Lekin amaliyotda bo'lsa, ular mu'minlarning dushmanidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardikini bilguchidir. Ya'ni sizlar mu'minlarga qanchalik hasad qilib ochiqlansanglar, ochiqlanishinglar bilan sizlar Alloh taolo ochiqlanishinglar bilan sizlar Alloh taolo o'zining ne'matini mu'min bandalarga to'liq beradiganligini va dinini mukammal qilib beradiganligini, o'zining so'zi bilan Qur'onni va dinni ustun qiladiganligini cho'qim bilib qo'yinglar va ochiqda bo'g'ilib o'linglar. Alloh haqiqatan dillardikini bilguchidir. Ya'ni sizlar mu'minlarga qarata dillaringlarda saqlagan o'chmanlik, hasad va adovatni Alloh taolo bilguchidir. U sizlarni dunyoda sizlar arzu qilgan narsadan boshqasini berish bilan va oxiratda do'zaxdagi mangulik qattiq azob bilan jazolag'uchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga ig'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Bu holat, ya'ni mu'minlarga mo'lchilik va yordam yetsa, ularning soni ko'payib va yordamchilari kuchaysa, munofiqlar o'sal bir holatga tushib qoladi. Agar musulmonlarga bir xatar yetsa yoki Alloh taolaning bir hikmati uchun Uhud urushida bo'lgandek dushmanlar
musulmonlarning ustidan g'alaba qilsa, munofiqlar xushallanib ketadi. Bu ularning mu'minlarga bo'lgan o'chmanligining nihoyat kuchli ekanligini bildirdi. Alloh taolo mu'min bandalarga mundaq deydi: agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Ya'ni bu Alloh taolo ularni sabr qilish, taqvodorlik qilish va ularning dushmanlarini hamma tarafdan qorshab turadigan Robbiga tavakkul qilish bilan yomon kishilarning ziyonkashligidan va buzuqlarning hilasidan saqlanishiga qilingan tavsiyasidir. Alloh taolo hammaga qodirdir. U xohlagan narsa bo'ladi. Xohlamagan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa uning taqdir qilishi va uning xohishi bo'yicha bo'ladi. Alloh taologa tavakkul qilgan kishiga Alloh taolo yetarlikdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, mu'minlarni urush safariga o'rinlashtirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. O'z vaqtida sizlardan ikki guruh Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkor edi. Mu'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin. Alloh sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Uhud urushining bayoni to'g'risida Alloh taolo bu oyatlarda Uhud urushini va uningga qatnashgan mu'minlarni sinaganligini, mu'minlar bilan munofiqlarning orliqini ayirish uchun va savr qilguvchilarning savrisini bayon qilib keldi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, Suddi va boshqalar bu oyatda so'zlangan voqealikdan ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashiga asoslanganda Uhud urushi maqsad qilingan dedi. Uhud urushi Hijriyaning 3-yili Shavvol oyining ma'lum bir shanba kuni bo'lgan. Ikrima Shavvol oyining o'ttirdagi shanba kunida bo'lgan dedi. Bu urushning sababi: bir yil ilgari Badr urushida mushriklarning katta boshlari o'ldirildi. Abu Sufyanning yetakchiligidagi savdo karvoni salomat qoldi. Ularning karvonlari Makkaga qaytganda Badr urushida o'ldirilgan kishilarning bolalari va o'ldirilmay saq qolgan boshqalar Abu Sufyonga: "Sen bu mollarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan urush uchun ishlatgan" dedi. Abu Sufyan buningga qo'shildi. Shuning bilan ular Habash va boshqalardan bo'lib 3000 ga yaqin odam to'plab urush uchun Madina tarafga qarab yo'lga chiqdi. Ular Madinadan udulidagi Uhud tog'iga yaqin bir yerga kelib tushdi. Payg'ambar alayhissalom juma namozini o'qib bo'lib, Malik ibn Amr deb atiladigan Banu Najjarlik bir kishining namozini tushirdi va kishilarga urush uchun dushmanlarning oldiga chiqish yoki chiqmay Madinada turilish to'g'risida maslahat soldi. Abdullah ibn Ubay degan munofiq Madinada turishga maslahat ko'rsatib, agar kofirlar Uhudning qishidagi tushgan o'rinda tursa, o'zlari uchun foydasiz o'rinda turgan bo'ladi. Agar ular Madinaga urush qilib kirsa, erlar ularga qarshi urush qiladi. Ayollar va kichik bolalar o'g'izlarga chiqib olib, ularga tashlan atadi.
Agar ular Madinaga kirmay qaytib ketsa, ziyon tortgan holatda qaytib ketadi, dedi. Sahabelarning ichidan Badr urushiga qatnasha olmagan bir turkum kishilar ularning oldiga chiqishga maslahat berdi. Ondan payg'ambar alayhisalom uyga kirib, urush kiyimlarini kiyib chiqdi. Ularning ba'zisi biz payg'ambar alayhisalomni majburlab qo'ydikmi qanday deb pushaymon qilib payg'ambar alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, agar xohlasang ularning oldiga chiqmay Madinada tursak", dedi payg'ambar alayhisalom. Bir payg'ambar jang kiyimlarini kiyib bo'lganda Alloh uningga hukm qilguchilik, ya'ni urushib bir taraf bo'lguchilik, uning orqaga qaytishi durust emas, dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom 1000 ga yaqin sahobasi bilan urushga atlandi. Yo'lning yarimiga kelganda Abdullah ibn Ubay degan munofiq payg'ambar alayhisalomning so'ziga qo'shilmaganligiga ochiqlanib, askarlarning 3dan birini ilib qaytib ketdi. U va uning odamlari musulmonlarga: "Bugun biz sizlarning urushidiganliklaringizni biladigan bo'lsak, albatta biz sizlarga ergashatdik. Va lekin biz bugun sizlarni urushmaydi deb qaraymiz", dedi. Qolgan askarlar bilan payg'ambar alayhisalom yo'lni davomlashtirib, Uhud tog'ining Madinaga yaqin bir jilg'idagi tuzlanligiga kelib tushdi. Payg'ambar alayhisalom askarlarni Uhud tog'i tarbiga orqasini qilib turg'izib, "Biz urushga buyruq bermagichilik hech kim urushmasin", dedi. Payg'ambar alayhisalom 700 ga yaqin sahobalar bilan urushga tayyorlandi. O'qiya qo'shiniga Bani Amr ibn Avfning qarindoshi Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildi. Shu kuni o'qiyachilarning soni 50 edi. Payg'ambar alayhisalom ularga: "Sizlar bizni kofirlarning otliq qo'shinidan mudofaa qilinglar. Biz sizlarning tarafinglardan hujumga uchrab qolmayli. Agar biz g'alaba qilsakmi yoki ular g'alaba qilsa-mu, sizlar o'rninglarda ching turinglar. Agar qushlarning jasadimizni elib qochganligini ko'rsanglarmi, sizlar o'rninglardan hargiz midirlamanglar", dedi. Payg'ambar alayhisalom 2 urush kiyimi kiygan edi. Bayroqni Banu Abduddarning qarindoshi Mus'ab ibn Umayrga berdi. Payg'ambar alayhisalom u kuni ba'zi kichik bolalarga jangga chiqishga ruxsat qildi va ba'zilariga Uhud urushidan keyin yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin Uhud urushidan 2 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin Xandak urushida urushga chiqishga ruxsat qildi. Quraysh kofirlari 3000 kishi bilan urushga tayyorlandi. Ular bilan birga bir tarafda o'rinlashtirilgan 200 otliq qo'shin bor bo'lib, otliq qo'shinning o'ng qismiga Xolid ibn Valid va so'l qismiga Ikrima ibn Abu Jahl qo'mondan edi. Bayroqni Banu Abduddarga berdi. İki tarafning oraliqida bo'lgan urushni Alloh taolo xolisa o'z o'rnida bayon qilamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida sen aytganda uyingdan Uhudga chiqib mu'minlarni urush safariga o'rinlashtirding. Ya'ni sen sahobalarni o'rinlarida turg'izib urushga buyurganda ularni o'ngga va so'lga ayrisan. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh sizlarning so'zinglarni anglag'uchidir va dilinglardikini bilguchidir. O'z vaqtida sizlardan 2 guruh Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mu'minlar jami ahvoli va jami ishlarda Allohga tavakkul qilsin. İmam Buxoriy Jabir ibn Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat bizning haqqimizda tushgan. Biz Banu Harisa va Banu Salama deb 2 guruh edik. Bu oyatda Alloh taolaning
Allah ularning madadkor edi degan so'zining bo'lganligi uchun bu oyatning bizning haqimizda tushganligi meni xursand qiladi. Badri urushida musulmonlarning soni oz, tayyorligi oddiy turuqliq, Alloh taolaning yordami bilan g'alaba qilganligini eslatish to'g'risida. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Ya'ni Badr urushi Hijriyaning 2-yili Ramazon oyining 17-kuni, ya'ni juma kunida yuz bergan edi. U kun musulmonlarning soni oz bo'lsa-mu, Alloh taolo islomni va musulmonlarni aziz qilgan. Shirik keltirishdek ozg'unlik yo'lini yo'q qilib, haq bilan nahaqning orliqini ayirgan kundir. Bu kuni musulmonlarning soni 310 edi. Ularning ichida 2 otliq, 70 to'gilik, qolganlari piyoda edi. Ularda zarur bo'lgan tayyorlik to'liq emas edi. U kuni kafirlarning soni 900 dan 1000gacha edi. Ular tömür kiyim va qalpoq kiygan, to'liq tayyorlangan bo'lib, jang otlarining ustida edi. Shundaq bo'lsa-mu, Alloh taolo payg'ambarini aziz qildi. Vahiysini oshkor qildi. Ya'ni dinini ustun qildi. Payg'ambar alayhisalom va uningga ergashgan mu'minlarning yuzlarini yo'ruq qildi. Shayton va uning ergashuvchilarini barbod qildi. Shuning uchun Alloh taolo o'zining mu'min taqvodor bandalariga bergan ne'matlarini eslatib mundaq dedi. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar, soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning soninglar oz edi. Ular bilib qo'ysinki, yordam haqiqatan Alloh tarafidan keladi. Hargiz sonning ko'pligi va tayyorlikning to'liqligi bilan bo'lmaydi. Şuna Allah Teala yana bir oyatda mundaq dedi. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmanlarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kafirlarni o'ldirish va asir ilinish bilan azobladi. Allah kafirlarni o'ldirilish va asir ilinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Allah xohlagan odamga tavbani nasib qildi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Badr degan atalg'u Makka bilan Madinaning oralig'idagi bir quduq bilan atalgan mahalla bo'lib, u quduqni qazgan kishi Badr ibn Narin degan kishining nomi bilan atalgan. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Al-İmran tefsirinden 123. ayetgacha anladыңlar. Ahirini keyingi qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.